Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah'ın Raf'ul Melam anil a'immetil a'lam namlı kitabını ders kılıvatkan. Bugün dersimizden devamı 4. ders. Ve la yakulenne qail. Bir kişi bunda demsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri yizilip boldu ve toplanıp boldu. Bu hadislerinin bizge mahfi qilishi, yani bizning ba'zi hadislarni bilmay qilishimiz bu ahvolning bo'lishi nihoyat yiroq mumkin emas demsin. Chunki hadislar, sunnatlar haqidagi mashhur hadis kitoblari ularga kishilar agishadigan, ya'ni agishildigan imomlar tugab ketgandan keyin, vafot ketgandan keyin ondan to'plangan. Shundaq turuqliq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini muayyan kitaplarda cheklindi deb da'vo qilishga bo'lmaydi. Ondan keyin yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri bu kitaplarda cheklangan, şu kitaplar yig'inchoqlanib bo'lgan deb faraz qilinsa, muayyan bir olimning, ma'lum bir olimning o kitaplardagi barliq hadislarni, hamma hadislarni bilmaydi u. Hech bir kishiga bu ahvol bunday yuz bermaydi, bunday bo'lmaydi. O kitapdagi bütün hadislarni umumyuzlik yodlayotgan taqdirdim ham bu hadis nima sababdan aytilgan, qaysi masala ustida deyilgan va uningki qo'yilish o'rnining nada ekanligini 100% bilishi natoyin. Balki yana ma'lum bir kishi uningda nurg'ulg'an kitoblar bo'ldi, hadis kitoblari bo'ldi. Ve o kişi o hadis kitapları içindeki barliq hadislarni butunlay bilib bulamaydı. Belki bu hadis kitapları cemlenishdan ilgir yaşagan, toplanishdan ilgirki kişiler sünnetlerine en alim kişiler idi, keyinkiler qaraganda. Köp cihati alim, nihayet köp alim idi. Çünkü ularga yetken hadislarning köpüncüsü ularga nisbeten sahih ve bizgi bolsa biz kelish jarayonida majhul bo'lgan, ya'ni noma'lum shaxslar, noma'lum raviylar va uzuk isnodlar bilan kelgan yoki bizga umumyuzlik yetmagan bo'lishi mumkin. Ularning hadis yozgan kitoblari, daftarlari hadis kitoblaridagi hadislarning nechasini o'z oldigan, nechasini yodlab olgan qalblar edi. Mana bu meseleni bilgen kişi şak qilmaydigan bir iş. Şuna bunda demesin hiç kim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinin hemmini bilmegen kişi mujtahid bulamaydı demesin. Çünkü eğer mujtahidde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degen sözlerinin hemmini bilişi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin işlerinin hemmini bilişi ehkamlarga alaqadar meselelerde şart kılınsa, bu ümmette bu gapga asosan mujtahid qolmaydi. Olimning g'oyasi mushu sunnatlarning ko'p qismini, nurg'un qismini bilsa bo'ldi. Butunlay 100% bilish kerak degan shart bo'lmaydi. Ya'ni shu darajadagi uningga bu sunnatlar ko'pchiligi maxfiy emas. Faqatla az bir qism tafsilotlar maxfiy bo'lsa mujtahid bo'la oladi. Şunun bilen bu mujtahid aşı özüge yetken az tafsilotga nisbatan, yani az bir hükümlerge, az bir işlarga, meselelerge nisbatan hadis yetmegenlik tüpeyilden onunla karşı fatvanı biçip koyuş mümkün. İkinci sebep, hadis onunla yetken, lekin onun nisbatan sabit bulmagan. Mesela ya ki o hadis sözlügücü yoki hadis sözlügücüge hadis sözlügen başka bir kişi ve yoki onun hadis sözlep bergen muhaddisden başka isnatning rijallardan başka bir kişi, başka bir ravi onun nispeten mechul, yani aniqsiz onun nispeten yoki tuhmat qilingan axloqida, diyanatida, adolatida degandek yoki yodlash quvvati nachar. Mush sabablik o hadis onun nispeten sahih emas, güçlük emas, aciz ve başka illetlik hadis bo'lib qolishi mumkin. Yoki o hadis onunga musnad holat yetmagan, balki isnodida uzuklik holat yetgan. Yoki o hadisning lafzi onun nispeten uchiq bo'lmagan.
Gerçi u hadisni uningdan boshqa ishonchli hadis rivoyatchilari muttasil isnod bilan rivoyat qilgan bo'lsa-mu. Masalan, o'zidan boshqa bir kishi u odamga nisbatan majhul degan kishini, ya'ni bu rivoyat qiluvchi ravi aniq emas, aniqsiz, majhulkan degan bo'lsa, o'zidan boshqa bir olim u rivoyat qiluvchi ravini siqa deb bilishi mumkin. Ya'ni ishonchli rivoyat qiluvchi deb bilishi mumkin. Yoki hadislari qabul qilinmaydigan adolatli masala bu hadis rivoyat qiluvchilardan boshqalari rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa uzuklik tarafdan boshqa bir taraf bilan muttasil bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan ba'zi muhaddis olimlar hadisning lafzlarini uchuqlashtirdi. Yoki u shu rivoyatni kuchlantiradigan boshqa hadislar bo'ldi. Yoki uning to'g'riligini taxim ro'shanlashtirib bo'lgan boshqa rivoyatlar bo'ldi. Bu xil ahvol nəhayət ko'p. Bu xil ahvol tabiinlarda va tabiillarda toki ulardan keyin kelgan mashhur imomlargachilik, ulardan ilgari o'tgan dastlabki asr kishilaridan nəhayət ko'p uchraydi ularga nisbatan. Va bu ahvol biz oldida deb o'tgan birinchi qismdan ko'p uchraydigan ahvol bu. Ya'ni hadislarning yetmay qolganligiga qaraganda, bu ojiz yo'llardan, uzuk isnodlardan yetib qolib, hadis sahih bo'lmay qolgan ahvollar nəhayət ko'p. Chunki buning sababi hadislar tarqaldi va mashhurib ketdi. Ko'pincha olimlarga yetgan hadislar, ojiz yo'llardan yetgan hadislar, u olimlardan boshqalarga u yo'ldan boshqa yo'llar orqali, sahih yo'llar orqali yetgan. Bu tarafdan, ya'ni sahih yo'ldan yetganlik tarafdan bu hadislar, ya'ni hujjat bo'la oladi. Garchi sahih yo'llardan rivoyat qilingan bu hadislarga qarshi hukm chiqargan, o'xshamaydigan fatvolarni bergan kishilarga boshqa tarafdan, ya'ni bir jihatda aytganda yetmay qolgan bo'lsa-mu. Ya'ni bir turkum olimlarga sahih yo'l bilan yetadi, yana bir turkum olimlarga zaif, ojiz yo'llar bilan yetadi. Sahih yo'ldan yetganlar amal qiladi, shu hadisni oladi. Zaif yo'ldan yetgan olimlar u hadis zaifga, ojizga yoki isnad munqati har xil sabablar bilan u hadisni olmay boshqa hadislarni, uningdan boshqa hadislarni olib, boshqacha hukm chiqarib qo'ydi demoqchi. Shuning uchun ko'plagan olimlarning so'zlarida ular o'zininki masalalarga bo'lgan ko'z qarashlarini, so'zining to'g'riligiga hadisning taqozosini bog'lagan. Masalan, munda deydi, bu olim munda deydi. Mening bu masala haqidagi ko'z qarashim mundaq va bu haqda, bu to'g'risida bu masala haqida mundaq hadis rivoyat qilingan. Agar bu hadis sahih bo'lsa, u chaqda bu mening ko'z qarashim deydi. Ya'ni u hadisning sahih yoki sahih emas ekanligiga toza ishonch qilib bo'lmagan ahvol bo'lsa, masalan, ma'lum bir masala haqida hukm chiqargan bo'lsa, fatvo bergan bo'lsa, men bu masala haqida mundaq fatvo beraman. Bu masala haqida mundaq hadis kelgan, lekin men bu hadisning sahih yoki emasligini bilmay qoldim. Bu hadis sahih bo'lsa, men mushuning asosan mundaq hukm qildim. Agar sahih bo'lmasa, unda emas demoqchi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.